Dostlar bağlamamız Karamapoz'day Xiva. Bağlamamız ise çap tomanda Könek Koşköpür yolu. Batman ötesi ona burası dostlar. Svetofor var. Tahminen bir 4-5 kilometr çana giretse. Arzonlaqda bir qavatlı havaca satığa çıkmış. Şunu bir qatar obzor qilib o'tamiz. Ular kushadan chiqmasin dostlar. Könek Koşköpür yolu. G'azovat yo'li desak ham bo'ladi dostlar. Dostlar, Könek Koşköpür yolundan kelaversen şurada Optum dükkan var. Birinchi emas, ikkinchi ko'chadan o'ng aylanasizlar. Dostlar, görüp tursa gazdan muammo yo'q. Yo'llarim acayip normal holatda. Demek dostlar, ikkinchi ko'chadan, yosh ko'chadan o'ng aylanamiz. 200 metr içine giremiz dostlar. Bağımız dostlar, Koşköpür, G'azovat. Ular ko'chadan chiqmasin dostlar. Ketdik. Dostlar, xudo xohlasa betem geldik. Yoldan tahminen bir 200-300 metr girdik ha? Sherzod? Yaşımızdan qo'l yaşımızdan salomat ketmasin. Dostlar, yashardimizdagi bir qavatli hovlicha sotiladi ha? Sotiladi. Razmeriga kelsak, eninchida deysiz ammo 16 metr ekan. 16 metr. 16 metr ekan dostlar. Nodan solingan bu? Laydan. 100%. Üstü ne bilan bastırılgan? Üstü ağaç. Rossiyskiy ağaç ha? Shiperam qilingan. Отопление бар ekan ha? Gazı kelib turibdi endi dostlar. O'ng tarafda garaj mı? Elinde zilyon zona ham bor ekan ha? O'ng iç chap tarafda. Bu daşlar endi istashkadan qolgan o'xshaydi ha? Tozalab net beramiz ochib. Tushunarli. Vodoprovod kelib turibmi? Vodoprovodi, gazi, sveti, Suv ham bor. suvi hammasi bor. Ya dostlar. Tayyor 100%. Girib yashidan ha? Nachalla. Asa birinchi chetdan danıştırıp baraveramiz ha? Dostlar gittik esa, xudo xolasa. Eni 16. Общий 640. Tushundingmi? Dokument bo'yicha. 640 dostlar. Stechka ko'mib turibdi, ko'rib turibsizlar. Ajoyib. Temir eshiklardan qo'yilgan ko'rib turibsizlar. Yangi paket, ko'p ishlatilmagan elektr счетчиклari dostlar. Orient tarafda gaz счетчиклari joylashgan. Bir qator danıştırib ko'rsatib o'tamiz. Bismillah. Bu yer dalon bo'ladi o'sha, ha? Dalon. Katta razmerda tushgan dostlar. Tak 410'a 990 ekan ha? 40 kvadrat metr. Remontom yakında bo'lmoqchi ha, Sherzod? Remontom yakında bo'lgan shu. Ajoyib. Uzatib. Qilgansizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilamiz. Chap tomonda bizda muallif kirar ekan. Suvga turibmi axir? Suvga turibdi. Isot. Kotyol. Kotyol. Shu orqali qazadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Üstəmiyə naqsh berilgan ha? Gipro. O'ng tomondan boshlaymiz esa. Nima joylashgan bu yerda, Sherzod? Zal mavjud bu yerda. Bismillah. Ya dostlar, zal ham girdik. Zalimiz ham tayyor. 100% ha? Razmeriga kelsak? 590'a 345. Hisob. Rozetkalar qo'yilgan, temiz ham pol taxta. Расход etib o'tirmaydi bunda? Yo'q, to'g'ri kelib yashayveradi. Gap bo'lishi mumkin emas, ya. Отопление sistema qadimgi chugun batareyalar, ha? Yo'q. Akoplastik ham qimmat qilgan qo'yilgan. Ajoyib. Yo'l tomoniga qarab turibdi. Endi dostlar, zalimiz расход etib o'tirmaysa, to'g'ri kirib yashaydi. No, o'sha qoladi bu yerda. Gilamlar qoladimi? Yo'q. 4 devor qoladi. Tushunarli. Don qildiramiz o'rtoqlar. Chap tomon o'tamiz. Chap tomonda bizada Detski qolmadi. Detski xona dostlar. Razmeriga kelsak? Razmeriga kelsak 345'e 550. Yo'q, 355'e 410. 355 410. Tamam. Berayman ko'rib turganingizdek dostlar, taxlanib turibdi. Fon berilgan ha? Qadimgi chugun batareyalar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Parma bo'lib turarmi ha? Bo'ladi. İşte. Bu yerimizdan pol taxta, ko'rib turganingizdek. Mebellar qoladimi? Yo'q, mebellar yetadi. Bu ko'ngilli pesh. Yarımı bir yere qaralgan, yarımı orient tarafga qaralgan. İki anam qizdirib turadi. Plus 2 anam qizdiradi. Xolasa ko'mir, odun yoqaveradi. Xolasa gaz. Gaz ham kelib turibdi dostlar. Odun ham yoqaveradi. Hisob. Temiz pol taxtadan ya. Acayip akkuratный deski xonamiz dostlar. To'g'ri kirib yashadimi? Davom qildiramiz o'rtoqlar.
chap tomondan o'tamiz. Chap tomonda bizda yana bitta bir spalni. Kattalarning spalnisi. Kattalar. Razmeri necha buni? Bu Ha, 355'e 355'e 530. Ya dostlar. Başı 16 kvadrat metr. Mebellar kalan mı bir yerda? Yo'q, mebellar ketadi. 4 devor qoladi. Tushunarli. Отоплениесі o'tgan, fon berilgan, giproshniya shuni patolog urilgan. Ko'rdingizmi? Temiz pol taxta, ha? Temiz pol taxta. Fon berilgan do'stlar, ko'rdingizmi? Ajoyib, zakoniy holatda turibdi ya do'stlar, ko'rib turasizmi? Do'stlar, bu anda ko'rib turasizmi? Yarimi bu xonaga qaratilgan. Ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Davomimiz ham ajoyib ya do'stlar. İkita toplaniya o'tgan ekan bu yerda, birisi bu yerda, ikkinchisi bu yerda ekan. 10 tomonda yana bitta bir pomesheniyamiz. Kattalar. Spalnya. Kattalar spalnya. Razmeri necha bu yerni? 345'e 350. 50. Kvadrat hisob ekan-da. Ya do'stlar, üstü plastik. Bu yerda men toplaniya o'tgan, oynalar qo'yilgan, bog' tomonga qarab turibdi. Temiz pol taxta. Kladovka hisobini ishlab tursa o'xshaydi buni. Menda juda banka vajan qo'yib tursa. Tushunarli. Davom qildiramiz. Televizor ketadi, ha? Televizor ketadi. Doğrumuzu yerda adashmasam sanuzel. Banimi? Bani. Sanuzel. Bu yerda daxonli ishlar bor ekan, kafel urgashar ekan. Отопление tushgan. Razvodga qilinib turibdi. Polchiga tashlangan. Üstü plastik ya do'stlar. Kafel urgashsa do'stlar, shu bilan sanuzelimiz tayyor. Yonboshimiz bizda oshxona, kuxnya. Razmeriga kelsak, taxminan bir 5-3 metr deymi o'xshaydi, ha? Bor. Aristola qo'yilgan, jaluzi pardali, üstlar kursilar, gaz plitalar, yana shunday mebelcha bor ekan do'stlar. Отопление ham o'tgan do'stlar, ko'rib turasizlar. To'rimiz bog' bo'ladi o'sha, ha? Bog'ini ham bir qadar danshtirib ko'rsatib o'tamiz. Letniy setkalar qo'yilgan ekan do'stlar. Bu yer bizda teraska. Peshag'anani qurib, hazat deyib yozda yotaverasan bu yerda. Do'stlar, buni ko'rib turasizlar, teraskamiz. Ajoyib razmerda tushgan bir 10 adam soğadı bir tashkil bo'lsa. Bonimiz bizda garajda, ha? Shunday mahir, Sherzod? Ya do'stlar, polностью 2-3 mashina sig'adi ekan, ha? Mal qo'yib boqsam bo'ladi o'xshaydi bu yerda, ha? Bemalol girib chiqaraversan bu yerda. Buni girib chiqaradik. Oho, bog'a e'tibor beringlar do'stlar. Nima meva daraxtlar bor bu yerda? Bu yerda anjirimiz bor, chiya, olmurod. Piyazlarım ekilgan bu yerda, ha? Daraxtlarimiz bor. Pomidorim bor do'stlar, yani ko'ringlar. Pomidor burch. Aha. Qo'yxonami arian to'rda? Letin tualet ham bor ekan, ha? Ya do'stlar. Vodoprovod kelib turibdi bu yer, ha? Ya do'stlar. Suv organlar. Nachallik kelib turibdi. Akar suv ham bormi? Ya do'stlar, orqa tomonda go'sanishi joyimiz. Do'stlar, ko'rib turasizlar, shipir ham ajoyib chiroyli qilingan. Ko'rdingizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Do'ri girib yashaydi u. 4 devor qolamish do'stlar. Bog'ini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Letniy tualetimiz. Qo'yxona. Meni zakoniyatib yana pristor ketib bersam bo'ladi, ha? Bir 3-4-5 mal qo'yib boqsa bo'ladi bu yerda. Indaymen, ha? Mana do'stlar, ko'ringlar. Paxsa bilan o'ralgan. Biznes aytib bersa, ajoyib. Ishlab chiqarish ham aytsam bo'ladi bu yerda. Polностью mashina girib chiqaveradi. Общий kvadrat 640, ha? Qani, Sherzod, narxi necha so'm? Narxi 900 deymiz. 900. Kelishuv bormi? Kelishuv shu Shitir bo'lsa, naq bo'lsa. Ustida kelishamiz. Dokumentlar nechik? Dokumentlar yana Tayyor, ha? tayyor. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Gaz, svet, suv bor. Gaz, svet, suv ham o'zi bor. Do'stlar, shundan bir qator ko'rishtirib, tekshirtirib, notariusda pulni sanab beraverasiz. 900 kelishuv bor. Telefon nomer? Telefon nomer 99lik 252 98 48. Yana bir nomer aytamiz, 99lik 106 98 48. Telefonlashaverasizlar shu nomer bilan. O'rtada joy purish posrednik yo'q. Premo mulk egasi nomerini yozib qoldiramiz. 640 kvadrat metr, 900 million. Alay kushdan chiqmasin do'stlar. Arzon narxda sotilyapti. Shoshilinglar. Egadan. Lokatsiyadan ham aytib ber. Urganch rayoniga kirami? Urganch rayon, Qaraman qishlog'i. Ana. Beruniy mahalla. Sog' salomat bo'linglar. Пока.